Assalomu alaykum qadrli muxlis. Roma muxlislari hamon bayramni davom ettirmoqda. Rimlik fanatlarga sevimli jamoalarning Yevropa Ligasida nimchorak final birinchi o'yinida kuchli raqib Atletikni yenggani juda ma'qul keldi. Atletikka qarshi uchrashuvda gol urgan Eldor Shomurodov o'yini haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Asosiysi biz g'alaba qozondik. Men gol urdim, lekin biz tinchlana olmaymiz. Oldinda javob o'yini bor. Biz xotirjamlikni saqlashimiz hamda keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Yakshanba kuni bizni Empoliga qarshi o'yin kutib turibdi. Biz bir oilamiz. Futbolchi jamoa tomonidan ishonchni his qilsa, o'zini yaxshi his qiladi. Bu esa juda muhim, deydi Eldor Shomurodov Roma Press nashriga bergan intervyusida. Rimlik futbol ishqibozlari o'yin qahramoniga aylangan Eldor Shomurodov haqidagi fikr-mulohazalar bilan ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirmoqda. Sports.uz portali o'z o'quvchilari iltimosiga ko'ra legionerimizga bo'layotgan munosabatlarni keltirib o'tishga qaror qiladi. Demak, tanishing. Talal Kogali: Men har doim Shomurodovning zo'r o'yinchi ekaniga ishonganman. Rahmat senga, Eldor. Vittorio Sorrentino: Eldorning so'nggi soniyadagi golning qadri juda baland. Father and Son futbol nikli foydalanuvchi: Eldor uchun o'ta muhim gol. Bu gol Bilbaodagi javob o'yindan oldin bizga ustunlik beradi. Agar o'g'il ko'rsam, ismini Eldor qo'yaman. Brian Tristante: Men har doim o'zbek legioneriga ishonganman, lekin ko'pincha uning qadriga yetishmaydi. Damiano Genovese: Dobik gol urishni Shomurodovdan o'rgan. Eduardo Servani: Eldor eng zo'r, lekin eng qadrlanmagan futbolchi. Fabio Torre: Shomurodov g'alabaga oxirigacha ishondi. Balli Eldor, shunday davom et. Simeone Aleskio: Bu goldan keyin Dobikni zaxiraga abadiy mixlash va faqat Eldorni o'ynatish kerak. Dobik, sen Shomurodovga qarab ikkala oyoqda o'ynay olsa, nimalar bo'lishini ko'r. Henry Ong: Mana buni kambek desa bo'ladi. Shomurodov kuchli jamoaga qarshi o'yinda so'nggi zarba bilan g'alabani ta'minladi. Mario Rugo: Eldor hurmatga loyiq, u zo'r jangchi. Adriano Sconocchia: Eldor Shomurodov va Zeki Chelik eng zo'r o'yinchilarga aylangan bo'lsa, ularni o'ynatib yuborgan Claudio Ranieri dunyodagi eng zo'r murabbiydir. Manuel Thomas: Shomurodov avvalgi tanqidlar uchun uzr so'rayman. Luka Latfaldano: Eldor, sen e'tirof va ehtiromga loyiqsan. Mario Negri: Nega Shomurodovni har doim ham o'ynatishmaydi? Dobikdan yaxshi-ku. Francesco Bottini: Men hali ham Shomurodov Dobikdan kuchli deb bilaman. Eldor uchrashuvni boshdan oxirigacha o'ynasin. Dario Mignacha: So'nggi soniyada gol bilan Shomurodov bizga huzur bag'ishladi. Antonio Alfonsi: Dobikni boshqa maydonga ko'rishni istamaymiz. Eldor o'ynaversin. Raul Cabados Filio: Janob Ranieri, oldingi chiziqqa Shomurodovni, uni ortidan Selemakers hamda Dybalani o'ynating. Mahmud Ali: Eldor birgina noyob talant nimalar qila olishini ko'rsatib qo'ydi. Artom Dobik bir-ikki narsalarni Shomurodovdan o'rganib olish kerak. Balki Dobik Eldordan kuchlidir, lekin o'zbek futbolchisi har doim jangchi kabi borini berib oxirigacha kurashadi. Eslatib o'tamiz, Eldor Shomurodov joriy mavsumda barcha turnirlarda 25 marotaba maydonga tushib, 5 ta gol urdi hamda 3 ta assist qayd etdi. Shuningdek, fevral oyida Roma klubining eng yaxshi futbolchisi deb topildi.